Bolalar. Ham bilsanglar hamma PUBG'da masalan birorta qizni ko'rib qolsa, hamma bolalar gapirib, qizim bo'ling, tuta-suda deydi-ku. O'g'il bolalar, men unaqa demagan, unaqa demanglar. Chunki hamma o'g'il bola gapirgan. Atak men ham gapirganman to'g'risi. Ne narsada bolalar. Короче, masalan, sizlar gapirasiz qizlarga bunday qilib, masalan, qizim bo'ling, sevishaylik, u yoq bu yoq deysizlar. PUBG'da xato narsa. Aytadi qizim bo'ladidagi, mayli deydidagi, YouTube tashlab bering deydi. Shu YouTube tashlab berasiz, yo akkaunt bering deydi. Akkaunt berasiz. Sraz durduran chopib yuboradi-da. Kuyasizda. Aytaylik, unaqa narsa kerak emas. PUBG'da nima uchun o'ynaysizlar sizlar masalan? Nima uchun o'ynaysizlar? Men PUBG o'yinini nima desa bo'ladi? Vaqt o'tkazish deb bilaman. PUBG'da o'ynayapmanmi? Vaqtim bo'ladi. Shunga vaqtimni o'qishga, unga sarflanib kelmaydi. Shu PUBG o'yinini o'ynagim keladi. Hamma bolalar masalan PUBG'ga qiziqadi, to'g'rimi? O'g'il bolalar hammasi qiziqadi-da. Qiziqish sababi yaxshi o'yinda bu. Shuning uchun bolalar PUBG'da qizlarga ishonib qolmanglar. Kerakmas narsa. Nima o'ynayapsizlarmi? O'ynanglar, shuni orqasidan nimadirga erishmoqchimisizlar? Dakansa erishinglar shuni orqasidan nimadirga. Hammalarga omad chigarlar. Shu oyda oxirigacha mingta qilib qo'yinglar deganlar ozgincha qoldi. Hammalarga rahmat.